O'zbekistonda nok narxi nega qimmatligini mana shu videoda tushunib olsangiz bo'ladi. Oxirigacha ko'ring, hozir tushuntiraman. Santa Maria navini oldida turibmiz. Juda ham yaxshi sotiladigan, yaxshi saqlanadigan bozorbop nav, ammo bakterial kuyish kasalligi chidamsiz. Ervinia amylovora deyiladi, lotincha nomlanishi. Bu urug'li mevalarning bakterial kasalligi. Va nok, bexi, olma aynan gullash davrida bu kasallikka chidamsiz holatga kelib qoladi. Gullari orqali bu kasallik daraxtning tanasiga osongina kirib oladi va mana shu vaqtga kelib, ya'ni gullashdan keyin o'sish boshlanganida daraxt tanasida bakteriya tez harakatlanishni boshlaydi va mana shunaqa portlashli yuzaga keladi. Bu o'sha agronomlar tilida ham aslida blast, ya'ni portlash deyiladi. Kasallik birdaniga bog'ingizda juda katta talafot keltiradi. Mana ko'rib turibsiz, qorayib qolgan. Menimcha sizlar ham ko'rgansizlar bu narsani. Nok ekkanlar hammasi yaxshi biladi, behi ekkanlar. Olmada ham uchrab turadi. Nokka mevasi qimmatligini eng katta bitta sababi bo'lsa, ikkita sabab bo'lsa, bittasi shu. Bakterial kuyish. Bilmaganlar bo'lsa, bilmaslik deb yozib ketinglar. Bilganlar, ko'rganlar yozib ketsanglar, qolganlarga ham bir o'rnak bo'ladi, dars bo'ladi. Xo'p, yana nima deya olaman bu kasallik haqida? Birinchidan, xonadonga eksanglar chidamli nok navi bor, Harrow Sweet. Bizdan ko'chatlarini kuzda shogirdlarimizdan olishinglar mumkin. Shogirdlarimiz shug'ullanadi. Ikkinchi masala, chidamli nok navi ekmagan bo'lsangiz, antibiotiklar bilan ishlaysiz, qishloq xo'jaligi mo'ljallangan. Undan keyingi masala, arini gullash davrida olib kirmaysiz, agar oson changlanadigan nav bo'lsa.